Hamma yoq qimmat bo'lib ketdi. Arzonga yer joy yo'qmi? Bitta shikalat joy bor edi. Ketdi. Bu setning narxini eshitsanglar mazza qilishingiz aniq. Setimizda $10 somsa, 2 salyonli assorti, 2 svejiy assorti, 4 Buxoro sho'rdanagi, 4 ta non, 2 kola, 2 choy, 2 meva assorti, 2 Belgiya vaflisi va 10 kishilik assorti taomi bo'lar ekan. Assorti ichida 10 ta qiyma kabob, 10 ta tovuq qanot, 10 ta tok do'lma, 10 ta karom do'lma, 10 ta kartoshka va yarim kilo qo'y jiz bor. Shularning hammasi obslugalari bilan kishi boshiga 82 ming so'mdan tushyapti. Qale. Choyxonaga borgan ham hozir 100 mingdan oshib o'shyapti. Bu yerda shuncha narsa, atigi 82 ming. Lakonniy. Agar asarchi ovqat yemayman desanglar, o'rniga 5 kilo baliq olsanglar ham bo'ladi. Narxi shusha qoladi. Agar men baliqni o'zini yeyman desanglar ham alohida o'zini olishingiz mumkin. Hozir kakras skitkada kilosi 99 mingdan sotishyapti. Baliq mazasi prosta to'q. Yegan odam mazza qiladi. Videoni ko'rib kelgan ayol kompaniyalarga bir oy davomida obslugani ham tekin qilib berishar ekan. Manzil Bitonka, Kelesmostdan Zamona to'yxona tarafga yurganda o'ng qo'lda. Afzal milliy oshxona. Oldin uzun bo'lardi. Nomini Afzalga o'zgartirishdi. Videoni eng yaqinlagan yuborib qo'yamiz. Aniq vaqtchi Telegram kanalda.